Temur bobomiz shoh qirol bo'lgan bo'lsalar ham kambag'al bilan qo'rqoqqa tegmagan ekan. Shuning uchun Alloh u bobomizni martabalarini ulug' qilgan ekan. Hozirgi murojaatim shu Shukrullo domlaga murojaat qilmoqchiman. Sen o'zing o'sha burchakda bir portlab o'lib ketsang, ahmoqliging tufayli mayli edi, battar bo'l. O'zingni ahmoqliging o'zingni boshingni yeydi. Damasingni olib ketasan, kimdir o'g'lini, qizini, onasini, dadasini, xotinini. Yana yoniga hozir bolacha qo'yib olganman deydi. Kilometringni ko'paytirmay o'l, sandaqa ahmoqlar. Bolacha ham qo'yib oladi yana bekitib. Bu nimasi bu? Bunga kim qaraydi? Bu din emasmi bu? Din faqat nima chashti qirdirib, do'ppi yurish ekanmi din? Din faqat tasbih o'girib yurish ekanmi din? Bunga kim oldini oladi? Bunga kim qaraydi buni? Qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir shunga tegishli xodimlar umuman tekshirmasdan qog'oz qilib beradi. Metani tekshirilgan. Hammani topgan puling harom bo'ladi. Do'zaxga do'mbira bo'lasan shunaqalar. Ya o'zi yo bolasi o'sha yerda ishlayotganlar bo'lsa ogohlantirib qo'ying, vijdonsiz ishlamasin. Mashinani texnik ko'rikdan o'tkazmasdan turib o'tdi deb dokument qilib berish. Qana vijdonsiz? Sanlar xalqni dushmanisan sanlar. Butun prezidentdan tortib hamma organ xodimlari yo'l harakat qoidasida har xil halokatlar bo'lmasin deb jon kuydirib yotgan bo'lsa-yu, ba'da bu tekshirmasdan qo'l qo'yib bersa, sandaqa harom o'g'illar. Kim tarbiya qildi sandaqalarni? O'qitmasdan prava beradigan ahmoqlar. Sani jiyaningmi, qudingni o'g'limi bizga nima qizig'i bor? O'qitib qo'y pravani to'lig'icha. To'liq imtihon topshirsin, o'talsa keyin pravani bergin. Bu prava degani hayot degani. Bekorga aytmayapmiz. Yo'l qoidasini bilmagan odam rolga o'tirishi harom. Yo o'zingni yo kimnidir o'ldirasan ahmoq. Uni tezligini ko'rsangiz hayron qolasiz. O'zi professiya hech nima yo'q, nol o'zi. Gazni bo'lsa, itam bo'lsa ketaveradi u mashina tez. Yana shu bir narsa desangiz keriladi. Ahmoqlar. Odam bunaqangi bo'lmaydi, vijdonsiz bo'lmaydi odam, musulmon odam. Temur bobomiz shoh qirol bo'lgan bo'lsalar ham kambag'al bilan qo'rqoqqa tegmagan ekan. Shuning uchun Alloh u bobomizni martabalarini ulug' qilgan ekan. Hozirgi murojaatim shu Shukrullo domlaga murojaat qilmoqchiman. Damaslarda ahmoq deysiz. Bu damaslar to'g'ri yo'lda tez yuradi, qoidalarni buzib qo'yishi mumkin. Ularda ahmoq deyish kerak shuncha. Siz ularda ahmoq deyapsiz. Ular bir kunlik topgan puli o'zidan ro'zg'ordan ortmaydi. Ular ishlash kerak. Shuning uchun siz bilan olishgan ular vaqti yo'q. Siz o tepada lavozimda o'tirganlarni xalq pulini yeyotganlarni, korrupsionerlarni siz gapiralasizmi? Sen yurt pulini yeyapsan, korrupsiya qilyapsan, 6 yil, 7 yil o'qiding, diplom uchun. Ahmoq deyalasizmi? Deyolmaysiz. Ular sizni bir kunda kovushingiz to'g'irlab qo'yishadi. Ularning qo'lidan keladi. Ular siz bilan olishadi. Nega ularning vaqti bor? Bu damaslarning vaqti yo'q. Ular ishlash kerak. U damas minarkan deb naqli kamsiz tashlagan bo'ladi. Bitta ish qiyin. Tashlagan odamni, tashlagan ichi ham bir xil bo'lish qiyin ekan. Siz shu bizga ichingizni ham tashingizni ham bir xil qiling. Men endi tayoqni yetim yerkanu, qolgani hokimlar yerkan-da. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Biz ergashayotgan odamlar bunaqa bo'lmasligi kerak. Shu videoni atmetga qilib, imonni shu Shukrullo domlaning lichkalariga tashab qo'yinglar. To'g'ri yo noto'g'ri gapirgan bo'lsam, javoblaringni kommentariyada